1400 yil ortga qaytib, Masjid-i Nabaviyning ilk ko'rinishdan to hozirgi kungacha bo'lgan takomillashgan variantini o'z ko'zingiz bilan ko'rishni istaysizmi? Videoga like bosishni esdan chiqarmang. Bu kishi boshiga 15 riyoldan to'g'ri keladi. Biz chiptalarni oldik va endi qiladigan ishimiz tarjima qilib beradigan maxsus qurilmani olish. Sotuvli telefonga o'xshagan qurilmada tushunishimiz oson bo'lishi uchun bizga mos bo'lgan til tanlanadi. Bu yerda arab, fors, fransuz, rus tili ham bor. Masjid-i Nabaviyning dastlabki ko'rinishi 30 ga 35 o'lchamda bo'lgan va ichkarisi 1050 kvadrat metrni tashkil etgan. 2025-yil holatiga ko'ra 27 gektar maydonni egallagan Masjid-i Nabaviy asli 1400 yil avvalgi Madina-i Munavvaraning qal'alari o'rniga tushgan. Masjid-i Nabaviyda jami 10 ta minora mavjud bo'lib, ularning eng balandi 114 metrni tashkil etadi. Yana bir qiziq ma'lumot, Madina-i Munavvaradagi mehmonxonalarning bo'yi 100 metrdan oshmasligi shart, chunki uzoqdan bu minoralar ko'rinib turishi kerak bo'ladi. Yana bir e'tiborli jihati, Masjid-i Nabaviyda barcha tahoratxonalar yer ostida joylashgan. 4 qavat, 2 qavatda maxsus tahoratxonalar va 3-4 qavatda tahoratxonalar bilan birgalikda avtomashinalar turish joyi joylashgan. Payg'ambar alayhisalomning har bir bosgan qadamlariga hurmat yuzasidan mana shu ish joriy etilgan. Muzeyga kirib, olam taassurotlar bilan chiqasiz. Madina-i Munavvaraga kelganingizda bitta kirib tomosha qilishni maslahat beraman. Ishoning, achinmaysiz. Bu videoni Madinaga kelayotgan barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying.